Isroil va Eron o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga asosiy e'tibor qaratilgan bir paytda, yana bir muhim omil Xitoyning Tehronga texnologik yordami ham kuzatilmoqda. Bu yerda gap qurol yetkazib berish haqida emas, balki razvedka ma'lumotlari, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va navigatsiya tizimlari haqida ketmoqda. Xitoyda katta razvedka sun'iy yo'ldoshlari guruhi mavjud. Ular orasida Yaogan harbiy kuzatuv seriyalari va Jilin 1 tijoriy sun'iy yo'ldoshlari bor. Bu apparatlar Yaqin Sharqda kemalar, samolyotlar va harbiy bazalar harakatlarini deyarli uzluksiz kuzatish imkoniyatini beradi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, ayni shu ma'lumotlar Eronga AQSh harbiy bazalari va Isroil faoliyatini kuzatish imkonini beradi. Ya'ni Eron raketalari va dronlari nishonni Xitoy sun'iy yo'ldoshlari ma'lumotlari orqali aniqlashi mumkin. Ma'lumotlarni uzatish sxemasi. Bu ma'lumotlar ko'pincha Mizar Vision kabi Xitoy kompaniyalari orqali tarqatiladi. Rasman bu tijoriy kompaniyalar bo'lib, ochiq sun'iy yo'ldosh tasvirlarini e'lon qiladi. Ammo ayrim tahlilchilar fikricha, ular razvedka ma'lumotlarini bilvosita uzatish tizimlarining bir qismi bo'lishi mumkin. Bu usul Xitoy uchun qulay. Rasman Pekin bu jarayonga aralashmaganday ko'rinadi. Amalda esa zarur ma'lumotlar Tehronga yetib boradi. Beudon navigatsiya tizimi yana bir muhim omil. Eronning Xitoyning Beudon 3 navigatsiya tizimiga o'tishi bu GPS ga o'xshash tizim bo'lib, radioelektron to'siqlarga ancha chidamli. Bu harbiy jihatdan quyidagilarni anglatadi. Raketalarni aniqroq yo'naltirish, dronlarni radioelektron kurashga bardoshli qilish, AQSh navigatsiya signallarini o'chirsa ham operatsiyalarni davom ettirish imkonini. Bu yordamlar tasodifiy emas. Xitoy va Eron o'rtasida 25 yillik strategik hamkorlik kelishuvi mavjud. Hozirgi urush sharoitida Pekin aynan razvedka ma'lumotlari va navigatsiya kabi zamonaviy urushning eng muhim bo'lgan sohasida Eronni qo'llab-quvvatlayotgani aytilmoqda. Zamonaviy urush faqat raketa va samolyotlar bilan emas, balki ma'lumot, sun'iy yo'ldoshlar va raqamli texnologiyalar orqali ham olib borilmoqda. Bu sohada esa Xitoyning ishtiroki Eron uchun muhim omilga aylanmoqda.